Xo'p, mana yana bitta asallarimizni unini ochyapmiz, buni ko'ryapmiz. Hop, yaqinda o'zi asal olgan edik. Hop, mana tuxumlari bor, ishlayapti. Endi hozir asalni olganimizga yana asal to'ldirishga nima ishladi? Asal bo'ladi, buni to'ldirilgani. Anari tuxumi bor, tuxum bo'lyapti. Lekin hali maydalari yo'qki, onari bormi yo'qmi, shundan bilsa bo'ladi. Endi yana bitta maslahatda odamlarga. Shunaqa payt, shunaqa zamon keldiki, birovga ishonch yo'q, asal olayotganda asal qanaqa ekan, tozamikin, yo'qmikin deb shunaqa odam gumonda ham bo'ladi. Mana qaranglar, mana onari mana shu onari bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar? Mana shu onari bo'ladi. Mana shu bo'ladi mana. Значит, onari bor ishlayapti. Tuxumni mayda qo'yyapti. Xo'p, onari mana bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, katta yirikroq, orqa taraflari ham uzun bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Xo'p, onari bor ekan. Endi aytmoqchi bo'lgan gapimki, kimda kim agar o'zini uyida mana xonadonda-da o'zi uchun, oilasi uchun, bolalari uchun toza asal olaman deb mana shunaqa boqib qo'ysa ham atrofdagi daraxtlardan, gullardan olib kelib to'playveradi. Lekin har bitta narsani bilib qo'yinglarki, odam mana ishqiboz bo'lsa boqish kerak. Ishqiboz bo'lmasa bir qaraydi, tashlab qo'ysa keyin uvoli bor. Xullas, mana bularni ko'ryapsizlar, mana shularni bekitilganda tuxumi bo'ladi. Bu yerdan ishchi ayollar chiqadi, asallarni tashigan. Uzr, asal tashigan deganim. Shunga uylarga, xonadoninglarga boqib qo'ysa shart emas, qayergadir olib chiqib qo'yib, top-olaga, u yoq bu yoqlarga qo'yib qo'yib, u yoqqa bu yoqqa yetaklab yurish. Buni o'zinglar uylarda mayli olasizlar, Alloh bergani. Misol uchun men hozirgi sezonda bir 25 kilocha oldim. Endi qanaqaki boshda men ikkita oila olib kelganman. Ikkita oila ham 600 mingdan olganman. Hozir shu ikkita oila menda 5 ta yashuv bo'ldi. 5 ta oila hisoblanadi. 5 ta oila bo'ldi. Plus xudo xolasa keyingi bahorgacha bu chiqib bersa 5 tasi menda yana 10 ta bo'ladi. 10 tadan oshiq qilish mumkin. Plus yana asal beradi. Xullas, qiziqish, hobbi boqasiz, toza asal olasiz, o'zingizni ko'zingiz bilan